Saidazim bilan Abror bir joyga borib bizni kachat qildi degan. Sudyalar bermoqchi bo'lgan, ustimdan jinoyat ishi ochasan deb sudyalar tanqid qilganimda. Bu qonunga zid. Qonun ustuvorligini ta'minlayman desa-da, siz qonunga xilof ish qilsangiz ham tegmasa, u davlat mas'ul. Ko'chada ushlab, ichki ishlarga olib ketib, so'roq-savol qilish sabab. Haligi bolalar chiqib aytayapti-ki, bizni soqolimizni olishyapti degan. Din va siyosat alohida ustunda turilishi konstitutsiyaning o'zida belgilangan bir punkt. Mana shu joyda 10 kilo narkotik saqlanyapti. Saidazim meni ukam, bu masalada men javob beraman. Falon blogerlar qamalyapti-ku so'z erkinligi bilan. LGBTga qarshi ekanman, LGBTni butun dunyoga targ'ib qilayotgan davlatlarni misheniga tushdim. Fuqaro Mirziyoyevga nisbatan qonunni qo'llayapsan, nega men aytganimda menikini haqorat deb qabul qilyapsan? Qonunni shunda mansab darajaga qarab qo'llaysizlarmi deb yozib beruvdim, bunday o'qidi. Men ish qo'zg'ata olmayman, bo'ldi, yopaman. Do'stim, ko'chaga chiqsam ko'cha yo'q. Endi men ko'cha haqida ko'p aytadigan gapim yo'q, to'g'risi aytsam. O'zini beliga bomba qo'yib olib borib portlatayotgan odam ana ro'mollilarga qarshi reyd bo'lyapti, tarqatishdi. Qo'llab-quvvatlaydiganlar bor edi. Qoraqalpog'istonda ko'tarilib janjal qilishdi. Shu masalada o'sha bolani bo'yniga pul qo'ymaganligiga turib beraman, gapimga javob ber. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Demokrat.uz'ni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'lgan bizning muxlislarimiz. Bugun sizlarga qiziq va manfaatli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu suhbatdoshlarimizni siz yaxshi taniysiz, ularga ko'p ta'rif berish shart emas, shunchaki tanishtirib o'tishni joiz deb topdik. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev hamda jurnalist, bloger Abror Muxtor Ali domla. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizlarni bugun Demokrat.uz orqali bizning ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan muxlislarimiz bilan ko'rish imkoniyati bor. Marhamat, salomlab olishingiz mumkin va suhbatimizni so'ngra davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrli akalar, ukalar, bugun ushbu dargohda sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Alloh nasib qilsa, foydali, manfaatli suhbatlarni amalga oshiramiz, dardlashamiz. Biz mana bugun ko'p bir-birimizni kuzatib yurar ekanmiz. Diydorlashish bugun shu auditoriyada shu vasila orqali sabab bo'ldi. Rasul aka bilan Alloh taolo bu suhbatimizni foydali, manfaatli qilsin. Alloh xayrli qilsin. Assalomu alaykum. Shu ketadigan vaqtimiz besamar ketmaydi deb umid qilaman va bizni kuzatadiganlar bo'lsa, ularning ham vaqti shunchaki ketmaydi degan shunaqa umidimiz bor. Harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat. Taklifga befarq bo'lmasdan kelganingiz uchun, sovuq haroratda iliq ma'lumotlarni ulashishga tayyormiz. Va bugungi mavzuyimiz umuman bir qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Ya'ni mavzu shundan iboratki, yangi O'zbekistonda nimalar qilindi-yu, nimalar qilish kerak degan mavzu doirasida suhbatlar olib boramiz. İlk savolni shunday bermoqchimanki, yangi O'zbekistonda nimalar yangi bo'lishi kerak? Savol shundan iborat. Abror aka, marhamat. Xo'p. Yangi O'zbekistonda nimalar yangi bo'lishi kerak? O'zi yangi O'zbekistonda an'analar, qadriyatlar eskiligicha qolishi kerak. E'tiqod eskiligicha qolishi kerak. Bizni o'zligimiz, tilimiz, adabiyotimiz eski holida davom etishi kerak. Yangi O'zbekistonda taraqqiyot yangi bo'lishi kerak. O'zlashtirmalar dunyo tamaddunidan olish mumkin bo'lgan har qanday manfaatli narsalar, xalqqa foydasi kerak bo'ladigan narsalar bo'lishi kerak. Ta'lim sistemamizda balki biz biroz mustamlaka vaziyatida yashaganimiz uchun uni bosimida, uni doirasida qotib qolgan jihatlarimiz bor. Buni yangilash kerak balki. Yana ko'p narsani gapirish mumkin. Lekin yangi O'zbekiston degan istilohni ortidan hamma narsani yangilash kerak degan tushunchaga men qarshiman. Chunki hamma narsani yangilash kimgadir qaram bo'lishga olib keladi. Biz tegib bo'lmaydigan qizil chiziqlarimizni belgilab, ya'ni uni qaytadan yana shakllantirishga imkon bo'lmagan binolarni buzib, yangi O'zbekiston deb nom qo'yib qo'yishimiz
to'g'ri emas. Yangi O'zbekistonda muammolarimizni o'rganib chiqib, ularni yechimi uchun nimalar qila olishimiz kerakligini kelishib olib va maslahatni doim cho'zavermasdan tavakkulga ham harakatga ham o'tishimiz kerak. Bu umumiyroq bo'ldi gapim. Yangi O'zbekistonda 3 ta yangi narsa siz xohlaydigan. Yangi O'zbekistonda 3 taga sig'dira olmaymanki, ko'p. Eng asosiysi deb bilganlaringiz. Men masalan ta'lim tizimiga yaxshi e'tibor qaratib, yangi tizimni joriy qilishimiz tarafdoriman. Iqtisod omillarimizga ham qarashimiz kerak. Buni ham ishlab chiqish kerak. Ya'ni hozirgi kunda investitsiyani jalb qilish harakatlari borda, lekin bunga to'g'ri yondashilyaptimi degan tushuncha bor menda. Masalan, men o'zim savdogarlik bilan shug'ullanaman, eskidan savdoga aloqadormanda. Shu davlatni rivojlantirishlikdagi iqtisodiy harakatlarning ko'p jabhalari bor. Siz hozir so'raganingiz uchun bitta chiziqqa jamlash uchun turizmni rivojlantirish kerak. O'zbekiston turizm uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarga ega. Misli ko'rilmagan imkoniyatlar. Masalan, Amerika haqida gap ketsa, Yaponiya haqida gap ketsa, ularning tarixi uzoqqa bormaydi. Tarixiy joylar, tarixiy shaxsiyatlar, tarixiy asarlar to'g'risida ular to'qima obrazlarga muhtoj bo'lyapti. Bizda real hodisalar bor, real joylar bor, real shaxsiyatlar, asarlar bor. Agar turizmni biz to'g'ri yo'naltirsak, turist nimani xohlaydi? Kelganda yaxshi yotadigan joy, yaxshi taomlanadigan makon, yaxshi sayr qiladigan mutaxassisga va yo'llarga muhtoj bo'ladi. Mana shu infrastrukturani agar yangi, ya'ni jon kuydiradigan komanda bilan yangilasak, juda ko'p muammolardan bittasini yechib topgan bo'lamiz degan umiddaman. Rahmat. Fasliga yangi O'zbekistonda nimalarni yangilash kerak va bulardan eng asosiy 3 tasini sanab bersangiz. Endi ko'p haqiqatdan agar olib qaraydigan bo'lsak, lekin eng asosiylari siz muhim deb o'ylaydigan. 3 tasini sanashim kerak. Xo'p, endi yangimi, eskimi, bari O'zbekiston, u yangi davr bo'lishi kerak. Xo'p, asosiy e'tibor inson qadriga qaratilishi kerak. Ya'ni asosiy planda inson turishi kerak, davlat emas. Xo'p, manfaatdorlik nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, birinchi o'sha planda ham demak inson manfaati, keyin davlat manfaati turishi kerak. Manfaat. Xo'p, keyingisi qonun va konstitutsiya ustuvorligi. Davlat xalqqa zarariga bo'lsa ham konstitutsiyada nimadir belgilanib, shuni bajarilishi kerak. Bu o'rtada davlat va fuqaro o'rtasidagi ishonchni ortishga xizmat qiladi. Agar konstitutsiyadagi me'yorlar ba'zida xohlaganda ishlatilib, ba'zida ishlatilmaydigan bo'lsa, ishonchni yo'qolishga olib keladi va bu kelajakda unday davlatni tanazzulga olib kelishi mumkin. Uchinchisi o'sha iqtisodiy ochiq bozor qonunlari o'yinlari bilan o'ynash bo'lishi kerak. Ya'ni bunda alohida guruh shaxslarning manfaatlariga xizmat qiluvchi monopol tashkilotlarda faoliyati butunlay cheklanishi, hamma bozor ishtirokchilariga nisbatan teng imkoniyatlar yaratilishi va har kim o'zini harakati, iqtidori, o'sha mehnatini ortidan daromad topish, boylik orttirish imkoniyati to'liq yaratib berilishi kerak deb hisoblayman. Bu yangi davrda menimcha talablari. Endi ko'p-ku, endi qisqacha shuni aytgan bo'laman. Tushunarli. Endi ikkinchi savolimiz shundan iboratki, eski O'zbekiston va yangi O'zbekistonda ko'rayotgan 3 ta farqingiz. Ya'ni yangi O'zbekistonga o'tar ekanmiz. Mana O'zbekistonda hukumatda deymizmi, ko'chalarda, telekanallarda, ijtimoiy tarmoqlarda yangi O'zbekiston deb bong urilar ekan. Bu sizning hayotingizda 3 ta tub burilishga ega bo'lgan voqea. Ya'ni nimalar o'zgardi sizning hayotingizda yoki umuman insoniyat hayotida, ya'ni O'zbekiston jamiyatida nimalar o'zgardi va buni 3 ta nimalarda ko'rishimiz mumkin? Balkim bu ko'pdir, balkim yo'qdir, lekin mana agar bilsangiz 3 tasini sanab bering. Siz hayotingizda uchratgan. Agar endi hozir ko'p bunaqa o'zgarishlar, lekin hozir esimga kelgani bitta qarab turib, xo'p, yangi davrda va nihoyat biz Toshkentda butun o'zbekistonliklar kelib yashashi mumkin va kelib ishlashi mumkin bo'lgan
hudud sifatida ko'ra olishga erishdik. Endi juda to'liq emas, lekin shunga qadam bo'ldi va bilishimizcha Toshkent ham butun o'zbekistonliklar ga tegishli shunaqa hudud ekan, alohida avtonom hudud emas ekan. Mana shu ancha mustahkamlandi. Keyingisi aniq ko'ringani bu pul siyosatida valyutani liberallashtirilgan. Mana shu katta yutuq. Buniga ko'pchilik ishonmas, qilib bo'lmaydi, O'zbekiston qila olmaydi dedi. Lekin qilsa bo'lar ekan va bu qilindi. Va mana hozirgacha ketyapti. Keyingisi odamlar uzoq yillar davomida boshpanaga men ham ega bo'lamanmi, yo'qmi? Yer yetadimi qurishga yo shunga sharoit bo'larmikan degan shunaqa savol bilan yashar edi. Buni qilish mumkin ekan. Haqiqatdan oxirgi yillarda juda ko'p hududlarda ham, Toshkent shahrining o'zida ham aholi uchun o'sha kvartiralar, xonadonlar qurildi va bu davlat dastur darajasida amalga oshirildi. Buni qilsa bo'lar ekan. To'g'ri muammolar chiqyapti, lekin eng muhim bu imkoniyati bor ekan. Bu mana shu yangi davrda qisqacha bitta ikkita ko'rinishlar. Abror aka, falsafada ajoyib gap bor. O'zgarmagan narsa o'zgarish degan. Har doim o'zgarish bor. Biz ikkita uchta narsani sanash bilan chegaralanishligimiz mumkin, lekin juda katta o'zgarishlar bor. Yaxshi tomonga ham bor, yomon tomonga ham o'zgarishlar bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin jurnalistning ajoyib imkoniyati bor. Savolni beradi, chekkaga chiqadi. Javob san ber deydi. Siz doim to'xtab ketasiz. Davlat siyosatida, dunyo siyosatida O'zbekistonda o'zgarishlardan eng katta yutuqlardan biri qo'shnilar bilan yaxshi bo'lganligimiz. Qo'shnilar bilan bo'lgan aloqani bog'lash va to'g'ri siyosat tomonga yurish, kelishuv asosida, dialog asosida kirisha bilish, gaplasha bilish. Bu dunyo siyosatida hamma tanib turgan narsa. O'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, biz butun dunyoga ochiqmiz degan gapni baralla ayta bilish. Yana bu yerda O'zbekiston manfaatlarini qo'yib gaplasha olishlik. Ya'ni qo'shni bilan yaxshi bo'lish ba'zan manfaatingizni unga berish bilan bo'ladi. Lekin o'zimizning manfaatimizni himoya qilgan holda. Ba'zilar Rusparast, ba'zilar Amerikaparast degan tamg'ani bosishga harakat qiladi, lekin tashqaridan qarasangiz O'zbekistonparast siyosatni olib borishga harakat qilyapti. Bu yutuqlardan biri. Ne kadar erişdik, ne kadar bunu maydonda o'zimiz figura sifatida oyog'imizni tikib bosib turibmiz, bu hali vaqt ko'rsatadi, lekin qadam bor. Ikkinchisi qo'rqmay yashay olishlik. Ba'zi gaplarni gapiryapmiz, bu gaplardan ilgari ishora qilaman qo'rqilardi. Masalan, men diniy sohada ham ko'p faoliyatlar olib borganmiz. Madrasada o'qiganman, 2-3 madrasada bitirganman. Keyin jurnalistikaga alohida o'qiganman, lekin biz Oltin silsila degan katta proyektni amalga oshirganmiz. Ustoz Shayx Xolda Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning qaramoqlarida biz Buxoriyning hadislarida jihod degan kalimani jihod deb tarjima qila olmaganmiz. Qilganmiz biz, lekin o'tmagan shu. Buni jiddiy jahd deb yozasizlar deyishgan. Yoki jihod haqidagi hamma hadislarni olib tashlanglar deyishgan. Bir paytlar senzura bo'lgan. Hazrat rahimahulloh aytardilar, u Buxoriyni faqat o'zbek o'qimaydi, Buxoriyni butun musulmonlar o'qiydi. Biz bu ma'noga xiyonat qila olmaymiz. Ertaga bu ilm bu siyosatga derdi. Hazratni davrlarida bitta ikkita kitob chiqdi shu. Hozirga kelib jihodni biz baralla asl ma'nosini, maqsadini, mohiyatini ayta olyapmiz. İmomlarımız ayta olyapti. Bu mohiyatni ziyoli qatlam yaxshi tushunadi. PR uchun, musulmonlarni, imomlarni ayblash uchun montaj-shantaj qilayotgan saviyasiz tor doiradagi siyosiy maqsadga yo'nalgan auditoriyaga buni qizig'i yo'q. Chunki yashamagan ular, boshidan o'tkazmagan. Zarba yemagan odam og'riqni qayerdan kelganini bilmaydi. Shuning uchun gapiraveradi. Boks tomosha qilsangiz o'rgataverasiz. Ringda o'tursangiz keyin bilasiz qatdan qanaqa zarba yetganingizni. Bu katta yutuq. Men hayotimda o'zim ko'rayotgan katta yutuq. Nimaga desa, chunki millatni saqlab qoladigan eng bosh omil ideologiya.
Agar ideologiya buzilsa, millatni farovonligi uni qutqarmaydi. Katta yutuqlardan biri yana. Yana sanashimiz mumkin bunga o'xshagan vaziyatlarni. Iqtisod bilan yuqorida aytdim, shug'ullanaman. Ilgari ozgina pul aylanmasi ko'payib ketsa, tekshiruv kelaverardi, sesni hal qilsangiz boshqasi kelardi, soliq hal qilsangiz unisi kelardi. Xullas, bu narsalar esidan chiqyapti ko'pchilikni. 1 yil mobaynida 1 marta, 2 marta tekshiruv keladi kesin. Bo'lmasa bemalol ishlayapmiz. Iqtisodiy aylanmamiz yaxshi. Joyini to'lasangiz, joyida ishingizni qilsangiz yaxshi. Kamchiliklarimiz bor, lekin o'zgarish bo'ldimi desangiz, bu ma'noda o'zgarish bor. Lekin bu gapimizni suiiste'mol qiladiganlar bor. Nima deyishadi? Mana falon blogerlar qamalyapti-ku so'z erkinligi bilan deydi. Erkinlik berilar ekan, qonunni bosib oyoq osti qilishlikka imkon berilishi mumkin emas. To'g'ri emas, u zaiflik bo'lib qoladi. Davlat sizga erkinlikni bersa-da, qonun ustuvorligini ta'minlayman desa-da, siz qonunga xilof ish qilsangiz ham tegmasa, u davlat mas'ul. Tushunarli. Mana hozir yaxshi so'z keldi. Bu savolni oxirroq olib qo'ygandim. Hozir shu savolni joyida berish joiz deb topdim. Mana qonun ustuvorligi haqida gap ketdi va imomlarning faoliyati haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tdingiz. Mana yangi O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Barchamiz qatnashdik, buni xalqimiz ko'rib bilib turdi. Va bu ushbu konstitutsiyaning targ'iboti uchun masjidlarda imomlardan qaysidir ma'noda foydalanishdi. Ya'ni biz shaxsan o'zim guvoh bo'lganman, juma kunlari ma'ruzalarda konstitutsiyaga ovoz berishingizni, konstitutsiyaning ustunliklari, tomonlari haqida ma'lumotlar berishdi. Endi qonun nuqtai nazaridan olib qaralganda bu qonunga zid. Ya'ni din va siyosat alohida ustunda turilishi konstitutsiyaning o'zida belgilangan bir punkt. Va bunga yurist sifatida Rasul aka sizning fikringiz qanaqa? Umuman jamiyatda o'zingiz diniy sohani vakili bo'lib ichida ko'rib yurganingizda yoki qandaydir bosim bormi imomlarga nisbatan, yoki bu shunchaki tanlovmi, yoki bu bir vaqtda barcha masjidlarda bir vaqtda yangragani bu shunchaki tasodifmi? Shuning uchun oldin sizdan boshlasak. Siz shu qulog'ingizga chalindimi shunaqa mavzu? Men eshitdim deb o'ylab hamkasblarimiz borda viloyatlarda. Suhbatlashsak, haqiqatan bu jumada biz tomonidan ham shunaqa hangi bo'ldi degan masalani qo'yishdi. Mana yangi O'zbekistonda svet o'chib qoldi. Agar qandaydir o'zgarish bo'lib qolgan bo'lsa, buni to'g'ri tushunish kerak, balkim texnik holat bo'lib qolgandir va biz suhbatimizni qizg'in pallasida davom ettiraveramiz. Mavzu ikki og'iz bilan yopib ketiladigan mavzu emas. Men doim mana shu siyosiy argumentlar haqida gap ketganda ta'riflarni, ya'ni lug'atni asl ta'rifini tushunib olish kerakligini talab qilaman har doim. Sekularizm, ya'ni din va dunyoni, dunyoviy davlat bilan dinni bir-biriga aralashtirmaslik degan tushunchani qanday tushunadi odamlar? Siz savol beryapsiz, qonunga zid deyapsiz. Qonunga zid ekanligini mana Rasul aka huquq tomonini aytar-da, nimasi qonunga zid? Lekin odamlarning aksariyatida din bilan dunyo ajragan bo'ladi, sekulyar davlatda, dunyoviy davlat bu desa, tasavvurida din ya'ni e'tiborga olinmaydi degandek tushunadi. Men unaqa tushunmayman. O'zi sekulyar tushunchasiga ta'rifni ko'pchilik har xil beradi-da, men bilgan, meni tushunishim bo'yicha dunyoviylik nima degani desa, davlat boshqaruvi dunyoviy qonunlar asosida bo'ladi. Lekin din huquqlari himoya qilinadi. Dindor odam dunyoviy davlatda yashaydi va unga munosabat bildira oladi. U minbardan turib aytadimi, shaxsiy bo'lib aytadimi, uni dunyoviy davlatda yashayotgan qonunlari uchun munosabati, saylovga qatnasha oladi. Saylovga targ'ib qila oladi. U uni huquqi. Buni davlat bosimi deb tushunish biroz ya'ni o'rtacharoq, sayozroq fikr u. Buni orqasida boshqa fon bor. Nima fon bor? Bizni imomlarimizga, bizni O'zbekistondagi an'anaviy, ya'ni yuqorida bekorga aytganim yo'q, o'zgarmay kelayotgan, mazhabga asoslangan, ming yillik qadriyatlar bilan boyitilgan dinimizga va musulmonlarimizga sizlar kofirsizlar, dunyoviy davlatda yashayapsizlar, demokratiya kufr nizomi degan fikriy xuruj bor. Bu xurujning javobi birda bir biz
demokratik davlatda yashash huquqimiz borligini isbotlash. Boshqa yo'l yo'q. Agar dunyo alohida, din alohida deydigan tushunchani oldinga suradigan bo'lsak, qonundan bu zid deydigan bo'lsak, imomlar faqatgina ro'zani, zakotni, hajni gapirib o'tiradigan bo'lsa, ertaga O'zbekistonni bir guruh tashkilot kufr davlati deb e'lon qiladi, allaqachon e'lon qilib bo'lgan. Va bizni ichimizdagi yoshlarni aldashadi. Sen kufr davlatda yashayapsan. Nima qilish kerak? Qo'lingga qurol olishing kerak, davlatga qarshi isyon qilishing kerak. Mana Qur'on, mana oyat deydi. Natijada nima bo'ladi? Bizni xalqimizni e'tiqodiga hujum qilinadi. Dunyoda pul bilan boshqariladigan tashkilotni pul bilan to'xtatsa bo'ladi. Ideologiya bilan boshqarilayotgan tashkilotni to'xtatib bo'lmaydi. O'zini beliga bomba qo'yib olib borib portlatayotgan odam u pul bilan to'xtamaydi. U ideologiya bilan ketyapti. Mana bu ideologiyani biz to'g'risini xalqimizga tushuntirishimiz uchun imomlarimizdan yana iltimos qilamiz. Demokratik davlatda yashash huquqimiz bor. Demokratik davlat qonunlari sizni ham haqqingizni himoya qiladimi? Meni ham haqqimni himoya qiladi. Rasul akani ham haqqini himoya qilishga majbur. Qonun ustuvor bo'lishini shuning uchun talab qilamiz. Davlat qachon kuchli bo'ladi? Qonun ijrosi ta'minlanganda. 4-5 ta odam davlatga o'tirib olib, "Men xo'jayinman" desa, davlat kuchli bo'lmaydi. O'sha xo'jayinlarga bir kun xalq haddini, hududini ko'rsatib qo'yadi, agar shunaqa desa. Lekin qonun ustuvor bo'lishligini ta'minlashga imom bu davlat ishi deb o'tirishi noma'qul. U e'tiborsiz bo'lishi noma'qul. Aytishga majbur. Ya'ni e'tiqodiy, ya'ni bir millatni vakilini mas'uliyati sifatida, ey do'stlar, demokratik davlatda konstitutsion o'zgarishlar bo'lyapti. Bunda saylovlarda qatnashaylik, fikringlarni bildiringlar. Nimaga biz fikrni bildirmasak, buni ziddini qo'llab-quvvatlaydiganlar bor edi. Qoraqalpog'istonda ko'tarilib janjal qilishdi. Qozog'istonda ko'tarilib janjal qilishdi. Ukrainada ko'tarilib shutni olib kelib qo'yishdi tepaga. Boshqa joylarda shu ishni qilishyapti. Bu masalada biz shu xalqni ichida o'zimizni mas'ul deb bilamiz. Imomlarimiz ham shuni mas'uliyatini zimmasiga olib gapiryapti. Kimdir to'g'ri yetkazyapgandir, kimdir biroz noto'g'ri yetkazgandir, u masalani boshqa tomoni. Lekin bu masalaga mana shu ko'z bilan qarash kerak. Hozir yana bir savol bermoqchi edim. Oxirida o'zingiz to'ldirib ketdingiz. Ya'ni imomlar qaysi ma'noda yetkazayotgani, ularning kamchiliklari yoki yutuqlari deb to'g'ri aytasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, barcha imomlar birdaniga bir xil mavzuda, bir xil reylistda ketgani, ya'ni uning ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Albatta bir ish borki, uni manfaatli yoki ziyon nuqtalari ham bo'lishi mumkin. Shular haqida ma'lumot bermasdan to'liq bir tomonlama ma'lumot berilgan. Bu shaxsiy bitta eshitganim, balkim boshqa joylarda to'liqroq ma'lumot berilgandir. Biz eshitmagandirmiz. Endi mana shu mavzu haqida gap ketdi. Buni ochiqroq to'xtalish kerak. Qaysi ma'nodaki targ'ibot masalasi bor yoki odamlarni da'vat undash masalasi bor. Xo'p, o'sha masjiddanmi, boshqa joydanmi umuman odamlarni siyosiy faollikka chorlash, saylovga chiqishga aytish, chiqinglar deb aytish, munosabatini bildirish, bu yaxshi, normal holat. Lekin referendum bo'ladimi, konstitutsiyani yangisi yo eskisiga ovoz berish bo'ladimi, yo saylov qaysi nomzodga ovoz berish bo'ladimi, unga aynan shaxsga yoki biror bir masalaga urg'u berib, mana shunga ovoz ber deb aytish mumkin emas. Bu noto'g'ri. Ya'ni bu yerda suiiste'mollik ketadi. Endi to'g'risini aytish kerak, men o'zim o'sha referendumda aytyapsiz, men o'zim kuzatgan joyda ochiqcha yoqlab ovoz ber degan narsa ketdi. Men shunda keyin menda ham savol bo'ldi. Nimaga bu kishi bunday qildi dedi. Nimaga qarshi bo'lib ovoz beringlar demadi. Ya'ni referendumda ham ma'lum bir taraf bo'ladi, uni yoqlab ovoz berishga xohlaydi, ma'lum bir taraf ozchilik. Bo'lsa ham yo'q, yoqlamay ovoz ber. Ya'ni eski konstitutsiyamiz ham yaxshi degan tarafdorlar ham bor va ular kam bo'lsa ham, lekin bor. Demokratik nuqtai nazardan ularda ham huquqi bor targ'ib qilish. Lekin men kuzatgan joyda endi hozir esimga tushdi. Negadir o'sha borib yoqlab ovoz berlaring degan narsa ketib qoldi va men o'sha yerda o'sha joydagi masjiddagi nimada men suiiste'mollik bo'ldi deb o'yladim. Ya'ni chiqlaring saylovga, munosabatingni bildir deyish boshqa narsa, lekin aynan bir masala bo'yicha men bunday yondosh deb aytish boshqa narsa. Ya'ni farq mana shu yerda ko'rinyapti. Shuning uchun
boshqa joylarda qanaqaligini bilmadim-ku, lekin agar men to'g'ri ma'noda qabul qilgan bo'lardim, faollikka chorlash, siyosiy jarayonlarda faol bo'lishga chorlashdi. Normal, bu to'g'ri bo'lishi kerak, lekin qaysi tarafga ovoz berishga undash bo'lsa, bu endi suiiste'mollik, bu mumkin emas. Bu nafaqat u joyda, bu ta'lim dargohlari bo'ladi. Masalan, ma'lum bir hududlar bor-da, ya'ni bolalar maktabda ta'lim olyaptimi yo oliygohlarda ta'lim beryaptimi, u yerlarda ham siyosiy kuchlarda borib o'zini targ'iboti bilan shug'ullanish taqiqlangan. Ya'ni mumkin emas uni o'zini o'sha yo'ldan chiqarib yuborishga. Marhamat, ta'lim dargohdan tashqarida targ'ibotingni qilaver. Menga ovoz ber, boshqa, lekin suiiste'mollik qilib, sen direktor bilan tanish bo'lganlik uchun kirib olib auditoriyaga, sen men bunga ovoz ber deb targ'ib qilishing taqiqlangan. Endi mana shu chegarani ko'pchilik ochig'ini aytish kerak, yaxshi ajrata olmaydi. Buni katta darajadagi rahbarlarimiz ham hatto ajratib olisha olmaydi. Sababi men bunga o'sha saylovlar vaqtida menga prezidentlikka nomzodi qo'yilgan nomzodlar bir qator vakillari menga shikoyat qilib o'zini dardini ham aytib qolishgan. Masalan, amaldagi davlat rahbarining vakillariga nisbatan qayerda bo'lsa yaxshi sharoit qarashyapti-da deydi. Biz boshqalar borganimizda negadir bizga shunaqa auditoriya yig'ilmayapti degan ma'noda menga e'tiroz qildi. Men qayerda bo'ldi bu narsalar deganda, ko'pchilik ta'lim dargohlarida shunday bo'layotganligini aytishgan. Bu malakasizlik va mana shu jarayonlarni to'g'ri, xolis anglamaslikning natijasi xolos. Bu hammasi individual holatlar bilan bog'liq. Ya'ni ommaviy shunaqa deb ayta olmayman, lekin joylarda individual shunaqa holatlar bor. Endi bormi shu afsus? Nechi? Mana Abror aka ham kelib qolganliklaridan, Rasul aka kelib qolganingizdan foydalangan holda bu ham yuridik, ham diniy masalalar bo'yicha ketyapti-da asosiy savollarimiz. Ya'ni ikkala holatga ham oydinlik kiritib olish, yaxshiroq anglab olish, maqsad shu. Bu yerdan sizlardan nimadir olish, manfaatli bo'lish. Ya'ni bir eski O'zbekiston bundan bir necha yil oldin bu haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bong urilgan. Soqol masalasi bo'yicha ichki ishlar ko'chada ommaviy ushlab ketish, boshqa qilish, soqolni olib tashlash, bu masala bo'yicha ko'p chiqilgan. Kerak bo'lsa davlat idoralari vakillari ham bu hech qanaqangi rasmiy topshiriq emasligini, bu har kim din erkinligi va har kim o'zi xohlagan diniga ergashish va e'tiqod qilish huquqiy egaligi haqida ko'p tushuntirishlar berilgan. Va huquq faollari, diniy vakillari ham hamma umuman munosabatini bildirgan. Afsuski, bu muqim bir davrda bu holat to'xtagan edi. Ya'ni qulog'imizga chalinmay qolgan. Yaqin orada men o'zim Namangandanman, Namanganning Kosonsoy tumani. Men aniq fakt bilan aytganimiz yaxshi-da, ertaga ular so'rashi mumkin, bu hujjatda ertaga. Ularda ichki ishlar og'aynim telefon qilyapti-da, do'stim, ha. Meni bugun ichki ishlarga ko'chada ushlab, ichki ishlarga olib ketib, so'roq savol qilish sabab. Soqoling o'sibdi, shaxsingga aniqlik kiritamiz. Men aytdim, yoningda agar shaxsingni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, olib borishga majbur emasdi ular. Men bor edi pasportim ham. Yo'q, sen borasan deyishdi. Olib borishdi. Birinchi navbatda telefonimni tintuv qilishdi. Ya'ni ichki ma'lumotlarni YouTube, boshqa platformalarni ko'zdan kechirishdi va soqolimga, o'zi u bolada o'zi 4 ta soqoli bor edi-da, unaqangi ko'zga ko'rinadigan yigit ham emas edi, yaxshi yigit edi-da. Shuni debdi, soqolingni olib kelmasang debdi, telefonni olib qo'ygan. Bermayman telefonimni. U ham borgan, qishloq sodda yigiti, do'stim, borgan, soqolni olgan, kelgan, rasmga olishgan, telefonni berishdi. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yish degan holatlar bo'ladi-yu, ya'ni qaysidir ma'noda bir yaxshilik yo'lida xizmat qilaman deb turib, diniy nuqtalarga ta'sir o'tkazib qo'yib, insonlarning adovatini keltirib qo'yish nuqtasi ham bor-ku, to'g'rimi? Bunga sizning fikringiz qanaqa? Ma'qul savolingiz ko'p berilgan. Ben jonli efirlarda, jonli muloqotlarda ham aytganman. Bu sizlar aytayotgan narsa salbiy holat. Hech kim buni yoqlamaydi, lekin nimagadir buni lar deb gapiriladi. Lar, hozir ham lar deyapsiz. Bitta holatda aytyapsiz, mana shu holatlar deyapsiz. Ko'paytirishga harakat qilinadi. Nimaga? Salbiylashtirish uchun. Buni hattoki rasmiy doiralarda bunaqa narsa yo'q bizda deyapti. Yuqorida imomlar haqida gapirganimizda mana Rasul akam aytayaptiki, men borgan joyda suiiste'mol bo'ldi deyapti. Bu shaxs bilan aloqali narsa. Yuridik vaziyatda bo'lgan noqulay vaziyatlarda o'sha qonunni bilmagan shaxslar bilan aloqasi bor narsa bu. Bular qilgan xatoga butun boshli tizimni ayblash menimcha insofdan emas. Unga hammamiz qarshimiz. Soqol qo'ysa qo'ysin. Arablarda ajoyib maqol bor-da.
man arafa nafsahu faqad arafa robbahu degan. Oldin odam o'ziga bir qarab qo'yish kerak. O'zini yaxshi tanisa, Robbisini yaxshi taniydi. Muammolar haqida gapirar ekanmiz. O'zimiz oddiy bitta kichkina muammoni yecha olmay turibmiz, misol uchun. Sizlardan iltimos buni kesib olmasdan chiqarishinglarni so'rayman. Jamiyat haqida gapirar ekanmiz, lar deyapmiz-da. Va bir davlatni to'ntarish strukturalari bor, usullari, metodlari bor. Shu metodlarda 10 ta odam ko'chaga chiqsa, 1000 ta chiqdi deb ko'rsatiladi. 1000 tani 10 ming deyiladi. Shu bilan davlat to'ntarir. Nimaga xalq shunaqa dedi deyiladi. Xalq. O'sha Borneys degan odam bor. Xalq bilan muomala qilish san'ati, davlatlarni to'ntarish uchun psixologik ya'ni analizlarni bergan odam bor. Borneys, Edward Borneys. Shu odam qorani oq qilib ko'rsata olish uchun propaganda muhim degan. O'sha lar qo'shimchalari muhim degan. Biz siyosiy ongni rivojlantirish, masalan, siyosiy xatolarni ustida to'xtamasdan siyosiy ongni kuchaytirishimiz kerak degan tarafdoriman men. Men sizga o'sha lardan bittasini aytayin. Bir jamoat, bu real hodisa, buni detallarigacha ko'rsatib berishim mumkin. Bir jamoat savdo bilan shug'ullanyapti, hammalari soqol qo'ygan, qo'llarida tasbih va bu jamoatni ushlab olib ketishyapti, soqollarini olishyapti. Ya'ni olishmayapti, soqoli olgan deb targ'ibot ko'chaga tarqayapti. Haligi bolalar chiqib aytayaptiki, bizni soqolimizni olishyapti deyapti. Lekin tagini surishtirsangiz, ular narka biznes bilan shug'ullanyapti. Ular ko'cha bezorligi bilan shug'ullanyapti. Ular razvodkalar bilan shug'ullanyapti. Ularni gapirmayapti. Nimaga? Muammoga uchragan paytida undan hisob so'ralgan, qonunga amal qilyapsanmi degan savol so'ralganda soqolini misol qilyapti. Va propaganda soqolga ketib qolyapti. Nimaga? Butun bizning xalqimizning diniy e'tiqodi bor. Bir joyda ro'molga ketyapti. Men Anvar Qoraka Alloh rahmat qilsin bilan ishlagan paytim minorda o'tiribmiz. Minorda juma kuni minorda jumaga kelgan odamlarga varaqa tarqatildi. Hizbiylarning varaqasi to'polon bo'lib ketdi, janjal bo'lib ketdi. Ushlashdi kamera orqali bir ayolni. Ro'molli ayol ekan. U bechoraga pul berishganmi? Shuni tarqatib yuborganmi? U ham bilmasdan qilganmi? Qiynalganmi? Xullas uni olib kelishdi-da, shuni rasmlari ko'chaga chiqqandan keyin ana ro'molliklarga qarshi reyd bo'lyapti, tarqatishdi. Ko'zim bilan ko'rib turgan narsa. U reyd emas edi. U o'sha ayolni o'zi bilibmi bilmasdan noqonuniy ishni qilib qo'yganligini ustida edi. U ayolni kechirib yuborishdi o'sha ba'zi sabablari bilan qilgan xatosi, ya'ni zarari bo'lmaganligi uchun. Lekin uni shunaqa propaganda qilishdi. Men kuzatadigan, ya'ni doim ularga raddiya berib keladigan bittasi Ukrainada, Polshada, u yoq bu yoqda yurgan, o'zidan muxolif yasab olgan Hizb Tahrir jamoasi liderlari mana shu rasmni qo'yib, mana O'zbekistonda ro'molga qarshi dedi. Asli unaqa ro'molga qarshilik yo'q edi. Meni ayolim ro'mollik, onam Alloh rahmat qilsin ro'mol bilan yashadi. Singlim ro'mollik, ayolim har ro'mollikni yuribdi. Qonunga amal qilsa diniy e'tiqodiga hech qanaqa zarar yo'q. Qonunga xilof ish qilishlik individual masala. Shaxsga aloqador, inson faktoriga taalluqli joylari bor. O'sha faktorni to'g'rilash kerak. O'zi xato qildimi, o'shani ayblash kerak. Siz aytayotgan odam advokati bilan borish kerak unaqa joyga. To'g'rimi? Yurist odam, qonunni bilgan odam bilmasa, advokatini olib borish kerak. To'g'ri muomala qilsin. Men bilishimcha, hozirgi kunda yangi O'zbekiston deganingizda hozir xalqni vakillariga tuhmat bilan bo'yniga bir narsa qo'yish yo'q. Bo'lishi mumkin bitta yarimta, lekin ommaviy yo'q unaqa narsa. Cho'ntagingizga qurol solib qo'yib turib, o'q solib qo'yib, nasha solib qo'yib qamash yo'q hozirgi kunda. Bir paytlar bo'lgan. Buni hech kim ko'z yumolmaydi, lekin hozir bunaqa yo'q. Qonunni bilmaslik va masalani suiiste'mol qilish bor. To'g'ri aytasiz, fikringizga qo'shilamiz. Lar qo'shimchasini qo'shganimga izoh berib o'tib ketay, ertaga tomoshabinlar bizni ham ayblab ketishmasin. Jurnalist bo'lganimizga bizda bot bor, murojaat boti bor. Ya'ni bizga ijtimoiy tarmoqlarga hujjatlari bilan yoki audio zapislari bilan yuborishadi. Bu holat juda ko'p bo'lmasa-da 3-4 ta uchrab turgani uchun umumiy ma'noda lar deb aytib ketdim va ushbu holat haqiqatdan bo'layotganmi yo'qmi degan mazmunda o'zim ichki ishlar binosiga kirdim. Ommaviy axborot vositasi to'g'risidagi qonun, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunga muvofiq guvohnomani ko'rsatib kirdim. Do'stim, bu birodarim. Men bu chiqarish yo kamera bilan kirganim yo'q. Shunchaki maqsad nimaligi tushunmovchilik. Agar menga bu do'stim noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, shunga asoslanib qolmaydigan maqsadda kirdim desam,
san kimsan, san deb gapirish boshladi ichki ishlar xodimi. Aytdim, do'st, akamiz, siz inspektormisiz? Lavozimingizni bilmayman, chunki grajdan formada turibsiz. Siz ichki ishlar to'g'risidagi qonunga muvofiq fuqarolar bilan sizlar murojaat qilishingiz kerak. Bu qonun. Ko'chaga chiqsak, sansiraysiz, chaqirmaysiz, bu sizning xohishingiz. Lekin hozir davlat idorasida turar ekanmiz, siz mansabda ekansiz, siz majbursiz desam, nima qilasan, urasan, bu provokatsion harakatlar ketyapti-da. Ya'ni ommatan bo'lmasa ham bunaqangi insonlarga ikki og'iz aytar gapingiz. Ya'ni sizning aytgan fikringizdan ertaga yoshlar oladida, do'stim, kimdirni soqol bilan ushlaganda, mana shu jamiyatda yurgan insonlar shu fikrni aytishdi. Bundoq to'g'ri emas deya o'zlariga, mana siz yana bir to'g'ri tushunchani aytib o'tdingiz. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Har bir inson o'zini himoya qilishi kerak bo'lsa ham, qisman bo'lsa ham o'ziga tegishli moddalar. Ya'ni e'tirof qilyapsiz, demak shaxsda muammo. Siz bilan qilayotgan muammosida muammo, huquqni oyoq osti qilishda muammo. Lekin juda madaniyatli odamlar, rahbarlar, madaniyatli xodimlar ko'p. Ularda bunaqa muammo bo'lmayapti. Siz aynan mana o'zingiz tanib turibsiz, o'sha holat bo'yicha ish olib borayotgan odamda huquqiy etika yo'q. Siz boshqa fuqaro bilan shunaqa gaplashyapti. Demak, u davlat menga bergan formani, davlat menga bergan ya'ni guvohnomani xohlaganday foydalanaman deb o'ylagan odam u. Uni o'zida muammo, undaylar ko'p ishlanmaydi, uzoqqa ham bormaydi. Xalq bilan ichi bo'lmaguncha, xalqqa yondoshmaguncha ya'ni baraka topmaydi. Bu tomonlarni biz tarixdan ko'rib kelyapmiz. Shunaqa huquqiy nuqtai nazardan endi agar cheklov qaysidir masalada bo'ladigan bo'lsa, bu albatta qonun bilan belgilanadi. Fuqarolarga nisbatan cheklovlar ham va amaldagi qonunchiligimizda, qonunlarda ham qonun hujjat birorta joyda soqol qo'yish taqiqlanadigan norma yo'q. Endi soqolni faqat diniy motiv orqali qo'yishi bor deyishim noto'g'ri. Ya'ni kimdir moda uchun qo'yishi mumkindir. Kimdir qiziqar, hokazo, kimdir diniy motivdan, ya'ni qonun taqiqlamagan mumkin qo'yaverish, hech qanaqa taqiq yo'q. Endi kimdir qonunni buzib uni olib tashlayotgan bo'lsa, u noqonuniy harakat qilyapti, fuqaroning huquqini buzayotgan bo'ladi. Kimdir psixologik soqolni ko'rsa, balki qo'rqib ketar. Endi u o'zining shaxsiy o'zining muammosi. Lekin qonunda taqiq yo'q, shuni bilib qo'yish kerak. O'sha kadrlar bilan bog'liq muammolar bor, lekin bu haqda agar keyinroq yana to'xtalamiz. Shu qisqacha aytmoqchi bo'lganim shu. Hozir bir savol bermoqchiman-da. Va'da nima? Siz uchun va'da nima? Va'da qarz men uchun. Siz uchun? Men uchun va'da umid. Endi bugun jamiyatda hukumat xalqqa berayotgan va'dasida jamiyatning bir bo'lagi sifatida shaxsiy fikringiz qay darajada bu berilgan va'dalar oqlanyapti? Umumiy savol ekan, berilgan va'dalar oqlanmayotgani bo'lsa, qasddan agar shuni qilayotgan bo'lsa, bu qarz. Chunki hadis sharifda bor. Al-va'du daynun degan matn bor. Va'da qarz, dayn. Qoladi. Qiyomat kuni shahid hamma gunohlari kechirilib jannatga kiradi. Lekin qarzi so'raladi. Va'da qarz bo'ldimi? So'raladi. Va'da berishlikda, masalan, men sizga va'da beradigan bo'lsam, bu va'daga amal qilmaslik uchun va'da bersam, buni so'raydi. Qiyomatda siz so'raysiz mendan, yoqamga yopishasiz. Lekin amal qilish uchun sizga va'da beryapman-u, lekin meni va'dam bu kishiga bog'liq. Bu kishining va'dasi bu kishiga bog'liq bo'lib qolgan. Va men sizga to'g'ri tushuntirib, men sizga va'da berdim. Men buni qilmoqchiman. Menga imkoniyat bo'lgan zotimni qilaman desam, u tushuntirsam, siz tushunsangiz, unda bu jamiyatdagi shaxslarni, butun boshli jamiyatni bir-biriga bog'liqligi masalasi yotadi bunda. Lekin men qilolmasam va qilishlikka harakat qilmasam, meni shaxsiy tashabbusim bilan berilgan va'da ihmol qilinsa, tashab qo'yilsa, u albatta javobgar bo'ladi. U davlat miqyosida bo'ladimi, shaxs miqyosida bo'ladimi? Bu so'raladi. Xo'p, endi hukumat darajasida va'dalar deyilganda nima bu? Dasturlar, qabul qilinayotgan qarorlar, hujjatlarda nimanidir qilamiz deb qabul qilish va uni bajarilish, ijro etilish miqyosida ko'rish kerak. Xo'p, bizda muammo nimada? Qabul qilinayotgan dasturlar,
yoki qaysidir hujjatlarda ijrosi nima bo'ldi? Mana shu haqida axborot berish tizimi yo'q. Ya'ni bizning mas'ullarimiz bir yil oldin dastur qabul qildik. Shuni ijrosi bo'yicha bir odamlarga bir ma'lumot berib qo'yaylik, qaysini bajara oldik, qaysini bajara olmadik degan narsa deyarli yo'q. Press konferensiya, briefinglar o'tkaziladi. Unda ham ko'proq o'zlariga manfaatli bo'lgan tomonlarni aytishadi xolos. Odamlar hammasi ham har doim kuzatib bora olmaydi. Bu nima dasturda, nima e'lon qilingan deb, qaysi birini bajaribdi deb. Buni o'sha bajaruvchi tomon yaxshi biladi, lekin u manfaatdor ko'proq qilingan ishlari haqida gapirish, qilmaganlarni tashlab ketish. Endi mana shu jarayonda agar hushyorroq jurnalistni kimdir bilsagina qilinmaganligini so'rash mumkin. Men bundan nima bo'ldi deb turib. Va bu noqulaylik tug'diradi. Xo'p, endi mana shu axborot almashuv tizimini sekin-asta to'g'ri ma'noda yo'lga qo'yib, agar u olg'a ketsa, bu jarayonda qanchalik bergan va'dani bajardi, buni aniqlab olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. U agar orqaga ketish bo'ladigan bo'lsa, axborot yo'nalishida yopiqlik sari ketiladigan bo'lsa, bu yana hech qanaqa odamlarda hech qanday ma'lumot bo'lmaydi va odamlar ommaviy ravishda bu bajarmadi va'dani degan fikr bo'laveradi. Mana masalan, oxirgi yillarda masalan energetika yo'nalishida ijobiy ishlar ham qilindi, qilinmadi emas. Yoki mana neft mahsulotlari bilan ta'minlash borasida qilindi, qilinmadi emas, qilinyapti. Lekin shu bilan birga qilinmaganlari ham bor-da. Shuni fonida odamlar umumiy bizda energetika tizimimiz rasvo, orqaga ketyapti, hech qanaqa o'zgarish yo'q degan shunaqa fikrda yashayapti. Odamlar bilmayaptiki, ko'pchilik aholi soni qancha o'sib boryapti. Zavod, fabrikalar qancha ko'payib boryapti, iste'mol qancha ortib boryapti va shunga mos o'zi qancha imkoniyatimiz bor edi, bugun qanchaga chiqdik degan narsani odamlar bila olmaydi. Nimaga? Chunki axborot beruvchi tomonda o'zi o'sha belgilangan dasturda hamma narsani ochiq-oydin bildirmayapti odamlarga. Faqat o'zi to'g'ri deb hisoblagan rahbari bo'ladi, eng katta. O'sha rahbar o'zi to'g'ri deb hisoblagan narsa haqida ma'lumotlarni beradi, buyoqlarni bo'ldi, yopib qo'yadi. Ochiq o'yin qilish kerak. Va odamlar agar real imkoniyatdan kelib chiqib, "Men bularni bajara oldik, men bularni bajara olmayapmiz" deb tan olib aytadigan bo'lsa, biz odamlarimiz tushunadi. Ha, demak, men bu bajara olmagan, men bilan bog'liq ekan deb. Umuman aytilmagandan keyin ularda shubha bor. Bu shunchaki bajarmadi deydi, bo'ldi. Shuning uchun men bu o'sha ya'ni axborot berishdagi kamchilik deb hisoblayman. Shu idora tashkilotlar yoki hukumatning o'sha tuzilmalari hali ham yopiqlik qolibidan chiqib keta olmaganligidan hisoblayman. Hali ham yopiq. Ular lekin ochiqmiz deb aytgan bilan yo'q, ochiq emas, yopiq. Shu boisdan ko'pchilikda tasavvur bor, va'dani bajarmadi. Endi menda ham ma'lum bir yo'nalishlarda bajarmadi degan narsa bor, tasavvur bor. Lekin men uchun eng katta va'da bu konstitutsiyadagi normalarning bajarilishi. Qolganlarni chetga surib qo'yaylik-da. Meni haligacha ham shu qiziqtiradi. Eng bosh hujjatimiz qolmasin. Xo'p, o'sha yerda berilgan va'da punktma-punkt, nuqta virgulgacha bajarilishi qiziq. O'sha bajarilsa, qolganlari yurib ketadi. Buni bajara olmasak, qolgan haqida gapirish kerak yo'q. Muammo o'sha yerda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ovozi baralla chiqayotgan Abror Muxtor Ali hamda Rasul Kusherbayev so'nggi kunlarda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda faolsizlar. So'nggi kunlarda emas, oldin ham faol bo'lgansizlar, lekin so'nggi kunlarda saralanib oxirida qolayotganlardan ko'pchilik bo'lsa, eng asosiylari ikki kishini taklif qilgan. Saralanib degan nima narsani? Ya'ni kim ko'pchilik hozir kunda umuman siyosiy nuqtai nazardan fikr bildirishda istihola qiladi, baribir o'ylaydi. Ya'ni sizlar bir oyda 10 ta efir chiqsangiz, ular bir dona chiqish bilan cheklanadi. Shu nuqtai nazardan olib gapiryapman. Sizlar haqingizda ijtimoiy tarmoqlarda har xil fikrlar yuradi-da, endi ikkalangiz haqingizda ham. Bu hukumatning odami, bu hukumatning vakili, buni orqasida palonchi turadi yoki hukumatning zakaslarini bajaradi. Shuning uchun bu siyosiy nuqtai nazardan har xil gaplarni gapirsa ham bunga tegishmaydi yoki bu diniy nuqtai nazardan gapirsa ham tegishmaydi degan bir fikrlar, mulohazalar ijtimoiy tarmoqlarda bor. Xohlaymizmi, yo'qmi? Bor bu mavzular, lekin bugun shu mavzuga ham oydinlik kiritib ketishni lozim deb topdik. Qarashlarda ikki xil, meni nazrimda ikki xil qarash bor. Davlatni ortimda davlat turibdi degan, ortimda hukumat turibdi degan. Bu ikkalasi umuman boshqa qarash deb o'ylayman. Sizning bugun ortingizda kim turibdi? Xo'p,
juda katta gapga o'xshab ko'rinadi. Meni ortimda Alloh turibdi. Men mana shu e'tiqod bilan yashayotgan odamman. Davlatga suyansam davlat o'zgaradi. Pulimga suyansam bir kun pulim yo'qoladi. O'rtog'imga suyansam bir kun u o'ladi yoki dushmanga aylanadi. Ayolimga suyansam u bir kun meni tashlab ketishi mumkin. Farzandimga suyansam u bir kun menga qaramasligi mumkin. Suyaniladigan zot Alloh. Bu meni e'tiqodim. Bu meni shaxsiy e'tiqodim. Bunga hech kimni daxl qildirmayman. Men tiz cho'kadigan joy sajda deb bilaman. Egiladigan joy ruku deb bilaman. Orqamni devordan boshqa narsaga o'girmayman. To'g'ri bilgan narsamni, xalqim uchun foydali bo'lgan, kelajak avlod uchun foydali bo'lgan narsani dushman menga nima deyishdan qat'iy nazar, nima deyishini bilsam ham gapirishlikni mas'uliyat deb bilaman. Bu zaruratim meni. Buni orqasidan pul topmayman. Bir joyda ba'zilar aytadi, bu deydi, domlalikdan pul topadi deydi. Men aytdim. U siz aytayotgan menga nisbatan o'sha negativ fikrlarni, davlat odami bu, undoq deyotgan odamlarni yaxshilab surishtiring. Davlat odami bo'lishga orzu qilgan odamlar. O'zini orzusini menda ko'rmoqchi. Bu pul uchun qilib yuribdi. Nimaga u pulni yaxshi ko'radi bu gapni gapirayotgan odam? Men aytdim, men domlalik meni hobbiyim. Hobbi nima degan? Bu meni mas'uliyatim degan. Bundan pul topmayman men. Balki bu domlalikdan, bunga o'xshagan masalalardan xalqqa gapirar ekanman, qo'lida qurol bor odam menga qarshi bo'ladi. O'sha siz aytayotgan odamlar siyosatni xohlagan odamlar, davlatni to'ntarib o'rniga o'zini odamini qo'ymoqchi bo'lgan odamlar. LGBTga qarshi ekanman, LGBTni butun dunyoga targ'ib qilayotgan davlatlarni misheniga tushdim. Hozir Instagramimda jonli muloqot qilsam, prosmotri 0 ko'rsatyapti. Meni prosmotrimni tarqatmayapti. Instagram meni qizil chiziq qo'yib qo'ygan. Bu menga kerakmi? Yo'q, menga kerak emas. Bu meni e'tiqodimdan kelib chiqqan majburiyatim. Men namozni men o'zimga qanaqa farz deb bilsam, haqni ko'rganimda uni aytishni shunaqa farz deb bilaman. Bu bilan buni orasini farqlamayman. Endi kim qaysi shaxsiyatga dunyoda salbiy fikr bildirilmagan? Savol. Payg'ambarlarning hammasini yolg'onchi deyilgan. Hammasi istehzo qilingan, masxara qilingan. Hammasiga tuhmat toshi otilgan. Men o'zimni payg'ambarlar o'rniga qo'ymoqchi emasman, lekin orzuyim payg'ambarlar o'rgatgan ta'limotda ketish. U yo'lda yurar ekansiz, sizga ya'ni salbiy fikr aytadiganlar bo'ladi. Imom Sharoviyning ajoyib gapi bor. Seni hech kim tanqid qilmayotgan bo'lsa, demak hech narsa qilmayotgan ekansan. Sen muvaffaqiyatga erishdingmi? Demak tanqidchilaringga qarab qo'y degan. Tanqid qilyaptimi? Muvaffaqiyating bor demak. Sizni tanqid qilayotgan odam aslida sizga tan berayotgan odam. Nimaga siz bilan shug'ullanadi? Sizni figura deb biladi. Men o'zimni figura deb bilmayman aslida. Men oddiy bir dehqon oilada katta bo'lgan, bir bog'chada oshpaz bo'lgan xotinning bolasiman. Oddiy odamman. Lekin ular bizni katta figura deb o'ylayapti. Bizning maqolalarimizni ingliz tiliga tarjima qilib Amerika kongressiga jo'natishyapti. Bizning maqolalarimizni tarjima qilib LGBTni himoya qiladigan tashkilotga jo'natishyapti. Buni to'xtatish kerak deyishyapti. Bu bizga faxr. Mana shunday davom etamiz. Rahmat. E'tiqod masalasida Qabir aka aytgan fikrlarga to'liq qo'shilaman. Hammamizni suyanchimiz albatta yagona zot Alloh bo'lishi kerak. Xo'p, kuch olib, harakat qilib ishlashga nima undaydi degan savol bo'lishi mumkin. Ishonch, masalan, kelajakka bo'lgan ishonch, mana shu kelajakda yaxshilash yo'lida ozgina bo'lsa ham hissa qo'shishim mumkin-ku. Boshqalarda bo'lgan imkoniyat menda ham bor. Men ham sog'man va hokazo aql berilgan-ku degan mana shunaqa ishonch sal tinchib qo'ymasligi mumkin. Shu doimiy qandaydir faol bo'lishga ozgina turtki beradi. Xo'p, endi davlat odami deydimi, hukumatmi, boshqa mana shu masalaga to'xtalib ketmoqchiman. Nimaga bularga hech kim indamayapti degan savol ham aytdingiz. Xo'p, javobgarlik masalasiga kelganda, sizda qonunni buzganligingiz uchun javobgar bo'lasiz-da. Qonunni buzganingizda erkinlik, fikr erkinligi ham har kimda har xil tasavvur bo'yicha, lekin uni ham chegarasi bor va qonun aniq belgilab qo'ygan chegarasi.
masalan ko'pincha fikr bildirishda yo tanqid qilishda tuhmat yo haqorat masalasi shu erk cheklanishi bo'ladi, ana shu javobgarlikka sabab bo'ladi. Mani amaliyotimda umuman menga nisbatan harakat bo'lmagan, men bunga duch kelmaganman deya olmayman. Men juda ko'p duch kelganman, haligacha bor. Lekin men qayerda o'sha qonunni buzish mumkin, qaysi gapni aytsam, qayerda chegaradan chiqsam bu menga javobgarlik olib kelishini juda yaxshi bilaman. Va amaliyotimda bo'lgan, masalan, meni sudyalar bermoqchi bo'lgan, ustimdan jinoyat ishi ochasan deb sudyalar tanqid qilganimda, prokuraturaga bergan, tergovchilar surishtiruv harakatini olib borgan. Vaholanki men o'sha payt deputat edim, lekin men daxlsizman deb turib olmadim-da, surishtiruv olib boraver dedim. Olib bor dedim. Xo'p, qayerda tuhmat yo haqorat qilibman dedim. Mana shu joydan mana shu suddagi poraxo'rlar deb aytgan ekansiz. Xo'p, debman. Xo'p, qaysi sudyani aynan aytibman? Yo aynan aytmabsiz. Bo'lmasam aynan qaysi shaxs aytmagan bo'lsam, u yerda poraxo'rlar bor, yo mana shunaqa adolatsizlar bor desam, xo'p, bu tanqid qilyapman. Shunda men tanqid uchun javob berishimga to'g'ri keladi deganda ana tergovchi ham o'ylandi, yo buning uchun javobgarlik yo'q dedi. Xo'p. Keyin xuddi yana shunaqa holat bo'ldi. Ikkinchi marta ham kelishdi. U payt o'zi deputat emas edim. Siz dedi haqorat qilsiz. Kimda haqorat? Bitta sohani haqorat qilsiz. U yerda shu poraxo'rlar, qaramaydi, qonun buzarlar va hokazo debsiz. Ana bir tiyinga qimmatsan debsiz. Shuning uchun ana bu chegaradan chiqish bo'ladi. Men sizga nisbatan ish qo'zg'ashga majburman. Marhamat, tushuntirish xati yozib bering dedi. Oldimda keyin tushuntirish xati yozdi. U o'zi meni majbur qildi. Xo'p, men yozdim. Bundan bir necha yil oldin davlat rahbari prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida bo'lgan yig'ilishda qatnashganman. Ana o'shanda ikkita uchta sohaning rahbarlari, Oliy sudya ham bor edi, huquq muhofaza turib, bir tiyinga qimmatsanlar, chunki qilayotgan ishlaring ma'qul emas odamlarga boshqa deb fikr bildirgandi. Fuqaro Mirziyoyevga nisbatan qonunni qo'llayapsan, nega men aytganimda menikini haqorat deb qabul qilyapsan? Qonunni shunda mansab darajaga qarab qo'llaysizlarmi deb yozib berdim, bunday o'qidi. Men buni ola olmayman dedi. Nega ola olmaysan? Yo noto'g'ri, yo to'g'ri dedi. Men ish qo'zg'ata olmayman, bo'ldi, yopaman dedi. Men ya'ni ba'zi bir holatlar bo'ladi, qonuniy javobgar bo'lishingiz mumkin, shaxsga qaratsangiz. Aynan shaxsga. Haqiqatdan ana bergan ma'lumotingizda identifikatsiya qilish mumkin bo'lgan joy, manzil haqida gapirasiz va haqiqatdan uyushtirgan nima deydi? Haqiqatga mos bo'lmagan uydirma narsa bo'lsa, haqiqatdan mana shu joyda 10 kilo narkotik saqlanyapti, palonchi ishxonada boshqa. Bu tuhmat uydirma bo'lishi mumkin. Lekin tanqid qilishingiz mumkin siz umumiy. Men bu narsaga qo'shilmayman. Men bularning tarafdorlari, masalan, bu adolatsizlar deb hisoblayman. Men bularda qonuniy ishlamayapti deyman va hokazo. Siz aytishingiz mumkin umumiy. Lekin shaxsga qaratdingizmi? O'sha shaxs sizdan javobgarlik talab qilishi mumkin. Chegara mana shu yerda. Shu chegarani ko'pchilik anglamaydi va mendan ba'zan o'ylaydi. Siz dedi shuncha tanqid qilasiz, nega sizni javobgar qilib qamab olishmayapti deydi. Yo, mendan ham so'rashadi. Boshqadan farqli ravishda sen agar shu tuhmat haqorat uchun kimdir javobgar bo'layotgan bo'lsa, sen o'zingni shaxs bo'yicha gapiryapsanmi, uni asoslab ber. Agar shaxsni nomini tilga olib yo manzilni aniq ko'rsatib asoslab bera olmasang, albatta javobgar bo'lasan va u da'vo qilish mumkin. Bunda qochib qutula olmaysan va men doim mana shu tanqid qilishimdanmi, chiqish qilishimdan men mana shu chegarani doim bilganman. Qaysi narsa meni javobgar qilib oyog'imdan tortishi mumkin. Lekin bu degani harakatlar bo'lmagan, bu palonchini odam bunga tegmaylar degan narsa yo'q amalda. Unaqa daxlsiz odamning o'zi yo'q. Eng zo'r mansabdorman deganiga vaqt kelib javobini beradi. Agar qonunni buzgan bo'lsa, dunyo tarixida bo'lgan. Javob beradi baribir qonun. Shuning uchun har doim qonunda o'sha chegarasi bor. O'sha chegarani anglamaslikda muammo. Shuni anglab olish uchun biroz vaqt kerak bo'ldi. Biroz devorga boshlar urilishga to'g'ri keldi. O'rgandik va shundan to'g'ri ma'noda foydalanishga harakat qilyapmiz. Lekin u degani to'g'ri kelsa, kelmasa hamma narsani tanqid qilish kerak. Nima deydi? Foyda olib kelsa, olib kelmasa aytaverish kerak degani emas. Albatta, ma'lum bir chiqishlardan keyin natija bo'lishini xohlaysiz. Ijobiy ma'noda to'g'ri yondashsa, endi ba'zi holatlarda natija bo'lmaydi. U natija uchun men javobgar emasman. Ya'ni uni o'zini javobgar mas'ul odami bor. Agar men o'sha mas'ul lavozimda bo'lsam, men uni hal qilgan bo'lardim va men uni muammoni ko'tarib ham o'tirmas edim. Araz men shu lavozimda emasmanmi? Men uni aytyapman. Jamiyatda bitta ongli a'zosi sifatida xolos. Ya'ni 35 million odam bo'lsa, shuning uchun bitta ovoz aytyapti xolos. Agar u asosli bo'lsa,
ko'rib chiqib, agar asosli bo'lsa va uni xolis qabul qilsa, ko'rib chiqib to'g'rilashadi. Agar ko'rib chiqish istamasa, u uni yondashadi. To есть bu yerda o'sha masalani ko'targan odam javobgar bo'lib qoladi deganimiz. Umuman aytganda o'sha chegarada masala. Xo'p, endi suyanch masalasi ham shu boyaga o'sha bir narsaga men ishonaman, bir marta yashashga. Misol uchun menga bir marta imkoniyat berilgan, mana shu joyda tug'ilganman, yashagan, mana hech joyda na vatanni, na oilani, na qanday sharoitda tug'ilishimni men tanlab tug'ilmaganman. Mana shu yerda tug'ilganman va shu joy bizning vatanimiz. Xohishimiz bor. Bizni vatandoshlar bilan, shu jumladan shular qatori biz bilan ham boshqa xalqlar ham teng yaxshi munosabatda bo'lsin, inson sifatida munosabatda bo'lsin, yaxshi sharoitda yashashga harakat qilsin, kelajakda yaxshi bolalar ta'lim olsin va hokazo. Bu farovon, to'g'ri ma'noda yashasin, insoniy qadr-qimmati bo'lsin. Xohish bor xolos. Va yashayotgan umringiz davomida shu xohishni amalga oshirish uchun ozgina hissa qo'shishga intilish bu menimcha normal holat. Shunchaki jim yurgandan ko'ra umrni o'tkazib, boyagidek tanqid qilmayapti, siz haqingizda hech kim indamayapti, demak siz hech narsa qilmayapsiz. Men masalan unaqa yo'lni ma'qul ko'rmayman. Shu joyda Abror aka bir intervyuingizni eshitgan bir jumlani keltirib o'tishingizni joiz deb topdim, agar xohlasangiz. Otilganlar. Shuni agar aytib bersangiz. Erkin Vohidov she'ri bu, Erkin Vohidov shunaqangi tanqidchilarga nisbatan aytgan ajoyib she'ri bor. Asosiy ma'nosi shu: otilganlar sotilmadi, sotilganlar otilmadi. Haqni chiqib aytish kerak. Nimaga jim turibsizlar desa bir kishi, o'zingchi desa, meni tinch qo'yib bola chaqam bor degan. Xuddi shu nuqtai nazardan biz olib borayotgan hozirgi suhbatimiz, loyihamiz davlat manfaatlariga zid bo'lishdan yiroqmiz. Shunchaki tizimdagi ayrim nuqsonlar va kamchiliklar, yo'l qo'yilayotgan xatolarni birgalikda tuzatish imkoniyatiga o'z fikrimizni berib borishga harakat qilyapmiz. Bir yaqin do'stim qo'ng'iroq qildi. Bir haftacha oldin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Do'stim, ko'chaga chiqsam ko'cha yo'q. Ya'ni sizlarda ham bu kuzatildimi? Ya'ni tomoshabinlarimiz ko'rib hozir qaysi nuqtai nazardan, qaysi ma'noda aytayotganligimni sizlar ham ular ham tushunishdi nuqtai nazardan. Fikringiz, ko'cha haqida sizning fikringiz va siz ijtimoiy tarmoqlarda Saidaziz haqida bildirgan fikrlaringiz bor. U qachon olingani bizga noma'lum. Bu fikrlar qachon bildirilgani, shu haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. O'zi aslida o'sha Qo'shtirnoq ichidagi ko'cha yo'q, unga o'rin ham yo'q edi aslida. Ba'zi toifalar, ba'zi guruhlar o'zidan ko'cha yasab olishligi bu bor, tabiiy narsa. Qaqqadar razborshik bo'ladi, qaqqadar smatrashik bo'ladi. O'zlarini ichidagi narsa. Lekin davlat qonuni ustun turadi. Davlat davlatchiligini qilishi kerak. Biz davlat deyapmiz. Davlat kim o'zi? Davlat siz bilan men. Shu qonunlarning ijrosi ta'minlansa, shu davlat ustun, kuchli davlat bo'ladi. Ko'cha yangi qonun. Davlat qonunlarini e'tirof qilmaydi. Bu ham ideologiya, bitta ideologiya. Nimagadir erishish uchun buni o'rtaga qo'yadi. Men masalan san'at arboblari bilan, adabiyotshunoslar bilan, psixologlar bilan, siyosatchilar bilan, biznesmenlar bilan, jamiyatning hamma sohasini egalari bilan ko'rishib gaplashaman. Kerak bo'lsa rasmga tushaman, kerak bo'lsa fikrlashaman va o'zimni auditoriyamda, ya'ni o'zimni auramda. Men san'atshunos bilan gaplashar ekanman, uni san'atiga kirib ketib qolib, san'atiga aql o'rgatmayman. Mendan so'rasa aytamanki, san'atni mana bu tomonlari xalqqa foydasi bor. Bu tomonlari odamni axloqini buzadi deydigan huquqim bor joyda gaplashaman. Meni Alloh rahmat qilsin, Shuhrat Qayumov shogirdim bo'lgan. Menga kelib Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan dars olmoqchiman degan. O'sha eski paytlarda Hazrat oldiga olib borganman. Hazrat ko'rishib gaplashib, bo'ldi, dars olmoqchiman, bo'ldi. Mana shu Abror o'zi dars beradi, menga yuklab qo'yganlar. Juda qobiliyatli inson edi. 3 oy 4 oyga o'tmasdan 1-2 pora Qur'on yodlagan oldimda yurib. Shuna qobiliyatli edi. Ya'ni
san'at sohasidagi odamlar kelsa, men borib u bilan birga qo'shilib ashula aytmayman. Boshqa sohalarda. Saydaziz masalasi. Saydaziz hozir endi Medgarodok deyapti. O'zi ko'chada uni Medgarodok demaydi hech kim. Hozir Medgarodok deb yuborishdi hamma. Saydaziz yaxshi bola. Axloqli bola. Meni oldimda men ko'rgan narsamni aytyapman. Men bilan ko'rishib, gaplashib yurgan, sport zalda shug'ullanib yurganmiz. Birga choy ichganmiz, birga yurganmiz. Hech qachon ko'cha masalasini ko'tarmagan, xijolat qilardi men oldimda. Chunki men aytamanki, bir odam ideologiya sifatida, e'tiqod sifatida musulmonchiligi kifoya. Yashayman deyapsan, mana Rasul aka aytayapti, men O'zbekistonda o'zim xohlamasdan, o'zim tanlamasdan tug'ildimmi? Vatan sifatida O'zbekiston kifoya bizga. Vatanparvar bo'lmoqchimisan, bo'ldi, O'zbekiston bayrog'ini ko'tar. Sportga qiziqyapsanmi? Sport tomonidan O'zbekiston bayrog'ini ko'tar. Ringda urush, ko'chada emas. Ringda urush, u ham bu ham keladi. Kurash tushmoqchiman, ringda kurash tush. deb kelganman. O'sha videoda tarqagan Saydaziz meni ukam degan gapim bir masalaning orqasidan kelib chiqqan narsa u. Bir odam bizga tuhmat qildi menga, o'zi kelib mendan so'ragan. Men bilan birga ishlab yurgan bola. Bir joyda bir odamdan 1,5 million dollar qarzi bor ekan. Shu odamga meni olib boryapti. Ya'ni aytayaptiki, mana shu masalani deyapti, ko'rib bering, nima qilay deyapti. U iltimos qilgancha boryapman men. Meni o'zi iltimos qilib olib boryapti. Ya'ni meni tarafimni oladidek xayol bilan olib borgan u. Men birovning tarafini olmayman, o'zimni o'rtog'im ukam bo'lsa ham, agar nohaq bo'lsa. Bordik, borsak Saydaziz ham o'tirgan ekan. Aytyapman, men o'tirgan joyda Saydaziz o'zini paniyatkasini oldinga surmaydi, mumkin emas. Xijolat qiladi, uyaladi. Nimaga? U ko'chaniga men qarshiman, ko'cha qonunlariga. Men O'zbekistonda yashayapman, O'zbekiston davlatchiligini tarafdoriman. Buni hammasi yaxshi biladi. Shu masala bo'ldi. Ana odam o'tirib masalasini eshitdim ikkalasini. Keyin aytdim, men qozi emasman, ko'cha emasman. Sizlarning masalanglar manaqa. Amal qilsanglar yozuvchi ham bo'lmaydi. Sen qarzing bormi? Ha, sen qarzingga to'la. Sen haqqing bormi? Haqqingni ol. Bir-biri bilan urushmaydi. Sen ham musulmonsan, sen ham musulmonsan. Qo'l tashashdi. Ana odam turib menga shuni amal qilsam yaxshi bo'ladimi dedi. Akang bilan maslahat qil. Qilsang yaxshi bo'ladi, qarzing bor ekan. Bo'ldi, men chiqib ketdim shu bilan. Keyin bir qancha muddat o'tgandan keyin haligi bola mana shu hodisani boshqacha talqin qilib, ijtimoiy tarmoqdagi eng pastkash odamlar, Tezak ibn Tezak degan odamlargacha olib borib, nima emish? Saydaziz bilan Abror bir joyga borib bizni kachat qildi degan. Ha, bizni 50 ta do'konimizni olib qo'ydi deyapti. O'zbekistonda qonunchilik bor. Qanaqa qilib bir odamni 50 ta do'konni olib qo'yasiz? Qani u do'kon? Qani meni qo'limda? Kimda u? Kim olgan? Saydazizni qo'shyapti. Nimaga? Masala ko'proq ajotaj bo'lsa, qarzini to'lamasin. U mashinnik u. 10 million dollarga yaqin qarzi bor ko'chada. Ya'ni ko'cha deganda qo'shnilar ichi emas, o'rtoqlaridan. Eng yaqin o'rtog'i birga sinfdoshini uyini sotib olib, arendaga chiqarib, uyini pulini ishlatib olgan bola. Qochib yuribdi hozir. Mana ustidan prokuraturaga meni ustidan yozgan ekan, borib yozgan edim. Bu deyla to'xtab qolgan. Hozir menimcha yurilishyapti. U bola kelsa, uni hali javobgarligi chiqadi. O'sha masalada jonli efir qilib turibman, o'sha tuhmat kelyapti. Sen deyapti, Saydaziz bilan birga deyapti, borib kachat qilibsan-ku, javob ber deyapti. O'sha yerda aytayapman. Bitta masala bo'yicha Saydaziz meni ukam deganda, ya'ni yosh kichkina mendan. Bir joyda o'tirsak, u ko'chani tiqishtirmaydi. Bu masalada men javob beraman. Saydaziz bu masalada unaqa kachat qilgan joyi yo'q. Men bor joyda kachat qilmaydi unaqa. Endi men yo'q joyda nima qilgan, qonunga xilof nima ish qilgan, mana hozir surishtiruv ishlari ketyapti. U narsalarga sizdan men ham hech kim aloqasi. O'zi har kim o'ziga o'zi javob beradi. Men turib beraman deganim, nimaga turib beraman? O'sha masalada men bilan borgan paytda shu masalada o'sha bolani bo'yniga pul qo'ymaganligiga turib beraman, gapga javob beraman. Bu masalani ommalashtirishyapti. Sabab nima? Maqsad aytganingizdek o'zimizni mashhur demasak ham odamlar bu mashhurlik yasayapti. Haligi ajoyib bir anekdot bor. Sal qiziqroq bo'lsin, buni aytib beray. Bir odam doim qurol yasab qo'lga tushar ekanda. Sudya bir kun aytibdi, "Sen debdi, namuncha bunaqa odamsan? O'tgan safar ham qurol bilan qo'lga tushgansan. Bu safar ham qurol bilan qo'lga tushyapsan. Nimaga shu ishni qilasan?" desa,
o'rtoq sudya, men o'zi qurol yasamayman. Meni hunarim samovar. Samovar yasayman, oxirida qarasam qurolga o'xshab chiqib qolaveradi dermishda. Bizning ishimiz ham shunaqa. Biz samovarchimiz o'zi. Bizni samovarimizdan qurol yasashyapti. Harakat qilishyapti. Oddiy gap. Oddiy masala u. U bitta mavzuda kim bo'lishdan qat'iy nazar aybi yo'q odamni, masalan, dunyoda eng katta jinoyatchi deylik. Qidiruvda bo'lgan, hamma qidiryapgan, 10 million kallasiga pul tikilgan odam. Shu odamni jinoyatini ko'rmasam, bu jinoyat qilmagan meni oldimda desam, haqqim bormi? Haqqim bor. Uni jinoyatini ko'rgan odam, uni ustidan shikoyat qilgan odam sudda, tergovda javobini bersin, beradi. To'g'ri. U mana shu odamga javob beraman deganim, u odamning jinoyatiga ham javob beraman deganim emas. O'sha masalada, bizga tuhmat qilingan masalada men javob beraman, u joyda Said Aziz qonunga xilof ish qilmagan. Men ko'rgan, men bilgan, men tanigan bolada unaqa narsa yo'q. Endi bu huquq masalasida O'zbekistonda tashkilotlar bor, ularning o'zining ishi bor, ularda informatsiya bor, ular o'zining informatsiyasini o'zining yo'li bilan hal qiladi. Hali ham aybdor deya olmaydi hech kim. Hozir uni aybdor deyamaydi. Kim qachon aybdor deydi? Sudya aybdor deydi. Aybdor deb e'lon qilgandan keyin aybdor bo'ladi. Qattan bilamiz, ertaga avj chiqishi mumkin. Qo'liga qurol olib, oilasi bilan Iroqqa borib, odam o'ldirgan jamoatlarni O'zbekiston hukumati 5 ta behar operatsiyasi bilan avj qilib olib kelib, uy-joy berib ta'minladi. Bu har narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ularga hammasiga sharh berishga majbur emasmiz. Hozir bu intervyu chiqqandan keyin hali ko'rasiz, yana samovardan qurol yasashadi. Lekin uni tagida albatta bu sizga alohida tashakkur bunga savol berganingizga. Bu bir masala bo'yicha edi. Juda ko'p yoshligimdan biriga katta bo'lmaganman. Said Azizni yaxshi taniyman. Ko'rganman, ko'rishganman. Yuqorida aytganimdek, shunaqa bordi-keldimiz bo'lgan. Lekin o'sha bitta masalada aytilgan mavzu, lekin uni hamma hayotiga javob berish va o'zimning hayotimga javob bera olmayman. Intervyu qachon chiqqan? Shu o'zi fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqqa qachon yuklagansiz? Adashmasam ancha bo'lgan, unga oldingi voqea. O'sha taxminan o'sha tuhmatlar bo'lgan, taxminan 1 yildan oshdi unga. Demak, ko'pchilik buni mana bu voqealarga bog'lashga harakat qilishyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan bir narsani so'rab qolgan bo'lardik. Demokrat.uz ijtimoiy tarmoqlarda yuklangan video lavhalardan qisman yoki to'liq foydalanishda mualliflik huquqini inobatga olib, kesmasdan va biz bilan suhbatlashayotgan va bizning fikrlarimizni noto'g'ri talqin qilmagan holatda foydalanishingizni va foydalanayotganda albatta ma'muriyatni ogohlantirishingizni. Shu borada ikki og'iz sizni ham fikringizni eshitsak-da va suhbatimizga yakun yasasak. Endi men ko'cha haqida ko'p aytadigan gapim yo'q, to'g'risi aytsam. Men chunki men uchun juda ham yopiq yo'nalish bo'lgan. Men qiziqmaganman ularni. Nima ish qiladi boshqa. Endi kinolarda har xil ko'rardik va ko'chada quloqqa chalinadigan gaplar bor edi. U unaqa ekan, bu bunaqa ekan. Meni faqat bitta savol. Hali ham menga tinchlik bermayotgan bitta savol qoldi xolos. Xo'p, davlatning qonunchiligi bor, qonun ustuvor har doim. Noqonuniy yo'ldan odamlar yurib, kimlardandir noqonuniy yo'l bilan ishini bitirishga harakat qilyapti va buni davlat ko'rib turibdimi? Uni shu zahoti bartaraf qilish kerak-da, ya'ni ertaga yana boshqa jinoyatlarni qilmasligi uchun uni oldini olish kerak. Negadir shu ishlar hammasi bir vaqtda sodir bo'lyapti, bir vaqtda hamma joyda ketyapti. Lekin ma'lumot bir vaqtda kelib qolmagan bo'lsa kerak. Negadir men shunga ko'p o'ylanyapmanki, nimaga shuni bir vaqtda boshlab yubordi shunaqa ishlarni. Demak, oldindan agar ma'lumot bo'lsa, demak o'z vaqtida ketma-ket shuni yillar davomida qilmagan degan shu ochiq savol qolib ketdi. To'g'risi, bunga o'sha bizni vazirligimiz, boshqalar javob berishi kerak, to'g'risi. Menga shu masala qiziq. Qolgani shu, men ham qonun ustuvorligi tarafdoriman va fuqarolar qonunlarga suyangan holda qonuniy idoralar orqali muammolarni hal qilish kerak degan fikrdaman. Qonunlar ishlamasa, odamlar mana shunaqa noqonuniy boshqa yo'llarga yurishga majbur bo'ladi. Rahmat sizlarga. Bitta qo'shimcha qilay shu masala bo'yicha. O'sha avvalgi intervyu bo'yicha turib beraman degan gapim bo'yicha turib berdim, mana so'radingiz. O'sha joyda jinoyat qilmagan. Boshqa joyda ham kim so'rashdan qat'iy nazar o'sha joyda turib beraman degan gapim turibdi. O'zi mafiya masalasi bor, ko'cha masalasi bor, dunyo ideologiyalari. NKVD tomonidan Vorzakon sistemasi yo'lga qo'yilgan. Eski qadimda buni
o'sha Dzержинskiylar tomonidan NKVDga asosan asos solgan odamlar tomonidan o'ylab chiqilgan. Chunki qonuniy asosda boshqarib bo'lmaganlarni o'g'ri orqali boshqarilgan. Endi Sitsiliya deymiz, Ishbiliya qadimgi islomiy nomi. Musulmonlar tomonidan bir paytlar fath qilingan, Usmoniy xilofotidan o'tgan odamlar tomonidan boshqarilgan joyda mafiya ideologiyasi paydo bo'lgan. Mafiya o'zi bir qancha versiyalar bor. Mafiya bir nomni birlashmasi deganlar bor. Lekin eng kuchli versiya o'zi ma'vadan olingan. Ma'va. Arab tilida ma'va degani homiy degani, ya'ni joy beruvchi degani, panoh beruvchi, qo'l ostiga oluvchi degani. Ma'va kalimasini shu Usmoniylar Ishbiliyada kuch egalari bo'lgan odamlarni o'zini himoyasiga olib, ya'ni qo'riqlab yurgan, himoya qilgan, qo'llab-quvvatlagan. O'shandan ma'va, bular ma'va deb mafiya kelib chiqqan deydi. Bu ham bitta versiya. Va bu ideologiya. Ideologiya agar mana hozir bular aytganini singari qonun ustuvor bo'lmasa, xalq muammosini ularga aytish boshlaydi. Men avval bu masalada o'sha Ravshan Linkaranskiy haqida mavzu chiqqanda, undan keyin Loto Guli masalasi bor. Ular chiqqan paytida shu masala ko'tarilganini aytganman. Bu odamlar yomon odamlar emas, vatanparvar odamlar aksariyat. Aksariyati ya'ni ideologiya odamlari. Ideologiya uchun ketayotgan, pul olmayotgan, mansabni olmayapti. Ideologiya uchun ketayotgan odamlar. Bularni to'g'ri yo'naltirish kerak. Odamlar bularni to'g'ri yo'naltirmasa, ya'ni davlat bularni qonuniy asosda ya'ni chegaraga qo'ymasa, unda nima bo'ladi? Odamlar adolat istab, qonun ustuvor bo'lmagan davlatda noqonuniy yo'lga bosh uradi degan g'oyani ko'targanman. Shuning uchun bu masalani ko'tarishdi, bir qancha harakat qilishdi-da, lekin davlat baribir davlatchiligini ko'rsatish kerak. Ko'rsatmasa davlatning kuchiga shubha paydo bo'ladi, umidsizlik paydo bo'ladi. Ertaga meni farzandim shu yerda yashaydi. Mana shu mamlakatda yashash kerak. Meni avlodlarim, meni kelajak xalqim shu joyda farovon bo'lib yashash kerak. Uning uchun nima umid beradi menga? Qonunni ijrosi umid beradi. Qonun ijro qilinsa, davlat kuchli bo'ladi. Kuchli davlatni aholisi baxtli bo'ladi. Rahmat sizlarga. O'ylaymizki, davlat ichidagi, qo'shtirnoq ichidagi mafiyalar ham tozalanadi va bularni tozalash uchun ijtimoiy faol bo'lish kerak. Ya'ni insonlar ko'rayotgan jarayondagi muloqotlarni to'g'ri tahlil qilib yetkazishda bardavom bo'lish kerak va qo'rqmaslik. Aytadi-yu, yozgan bo'lsa qayga qochay, yozmagan bo'lsa nimadan qo'rqay deb. Xuddi shunday. Sizlarga rahmat. Xonamiz sovuq bo'lishiga qaramasdan, elektr energiyamiz o'chib qolganiga qaramasdan, har qanday holatda suhbatni qizg'in davom ettirganingiz uchun, maroqli suhbat uchun rahmat sizlarga. Bugun shaxsiy savollardan qochdik. Ya'ni sizning shaxsiyatingiz haqida, oilangiz va boshqa masalalarni ko'p bora berishgan sizlarga. Bugun biz faqatgina yangi va eski O'zbekiston haqida o'zimizning qarashlarimiz va taxminlarimizni muhokama qildik. O'ylaymizki, bizning kuzatuvchilarimizga ushbu ma'lumotlar manfaatli bo'ladi va bizni kuzatishda davom eting. Ushbu suhbatlar bugun bo'lib ertaga to'xtab qolmaydi. Agar Alloh umr berib tursa, albatta bunday suhbatlarni yanada kengroq va kattaroq va yaxshiroq masshtabda tayyorlaymiz. Sizda ham qandaydir savollar bo'lsa, ushbu insonlarga izohlarda yozib qoldiring. Ko'rsatuv haqida fikringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta izohlarda haqoratli so'zlardan chekinishni so'ragan bo'lardik, chunki bizga har bittasini yozib o'chir degan xat keladi. Har bittangizni xabaringizni o'chirib o'tirishga majburmiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda ko'rishguncha deymiz. Rahmat sizlarga.